ana ishlar. Nimaga bunday qilyapsiz? Ha, shunaqa qilsam, savdo bo'ladi, baraka bo'ladi desang, tushunmaysan baribir. Shuni meni pulim bilan qilish kerakmi? Nima farqi bor? Pul-ku, senikimi, menikimi? Bering bu yoqqa, ishga kech qolyapman hozir. Sigara chekishing dadangga aytaman. Ana Akmalni o'g'liga qara. Dadasiga sparchovga qilibdi. Sparkan moshinmi? Pas. Minus 1 bu. Sani o'g'ling nima olib berdi? Meni o'g'lim qamoqda bo'lmasa olib berardi. Tegimni hech qilsan, bor ket. Hop. Qanday o'tirib buni ustiga mana. Kim ichadi endi buni? Aka, sigareting bormi? Yo'q. Olib bo'lmasa. Men sigaret chekmayman, aka. Ha, chekmaysan. Sen yangi ko'chib keldingmi? Ha, yangi ko'chib kelgan. Ha, tepa qavatingdan Nargiz so'rayapti o'zi seni. Kim? Qaysi? Nechinchi qavatda turadi? Ayting. Biron nima olsang aytaman. Qayerga ketyapsan? 4-etajga. Mehmonmisan? Ha, mehmonman. Boror. Amaki G'ayrat ekan uy qayerda? G'ayrat uy nima qilasiz? Sovchilik yo'q. Ha, zo'r, qizi zo'r, har xilcha mashinalari bor. Tushunmadim, mashina? Endi har kuni har xil mashina tashib ketadi. Balki taksidir, bilmadim endi. Gapirib berasizmi shu vaqtda menga ozroq? Ya, uni qo'ying, boshqa taklif bor. Boshqa qizlar ham ko'p. Masalan, Narg'idomda bitta qiz turadi, zo'r, anchadan beri taniyman. Har kun yerdan o'tib qaytadi. Nima deysiz? Yo'q, kimni qizi ekan u? Meni qizim. Semichga olib ketinglar, zo'r semichga. Yo'q, voy bo'ling. Zerikmayapsanmi? Ha, qulay bo'lsa o'tiraver. Jag'ing bilan tosh ko'targanmisan, chaqmamanmi tugatib qo'yibsan. Qizg'onyapsanmi? Beraman pulini. Berasan-da, men yozib qo'yganman hammasini. Hali yozib olyapsanmi? Pas. Men pas bo'lsam-chi, sen qizingda eplova, boya 3-4 ta bola bilan uyingga kirib ketdi. Bor. Maraz, qizing uyga bolalar bilan kirib ketdi deganning o'zini bolalari ekan, nabiralarim ekan-ku. Men nima dedim? Men ham bolalar bilan dedim-ku. Yigitlar bilan demadim-ku. Sen ichgan pulni olib chiqding? Pasho. Let's go, la la la. Bitch, I'm a